Nimaga har bir sim kartada burchagi kesilgan? Bu oddiy dizayn bo'lmasa kerak yoki tasodifmikin? Siz like ni bosing, hozir biz buni aniqlaymiz. Tarixga nazar solsak, birinchi sim kartalar 91-yilda paydo bo'lgan. Ular Germaniyaning JD kompaniyasi tomonidan dunyodagi birinchi GSM tarmog'ini ishga tushirgan fin operatori radioliniya uchun ishlab chiqilgan. O'sha paytda muhandislar, bizga o'xshagan odamlar oddiy ammo xavfli muammoga duch kelishadi. Odamlar va mashinalar ko'pincha sim kartani noto'g'ri joylashtirgan. Kartani ham, telefonni ham himoya qilish uchun mexanik kalit qo'shiladi va bu kalit o'sha kesilgan burchak va ushbu kesish xalqaro standartning bir qismiga aylanadi. Shunday qilib har bir sim karta tasodifiy emas, 90-yillardagi muhandislar merosi bo'lgan o'ziga xos innovatsiya, milliardlab telefonlarni va odamlarni adashmasligiga hissa qo'shgan kichik bir kesma. Agar innovatsiya va texnologiyalarga qiziqsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Foydam tegsa tegadi, zararim tegmaydi. Ha, aytgancha 10 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi.